Assalomu alaykum hurmatli bizni tomosha qilayotgan, bizni kuzatib borayotgan muxlislarimiz. Mana 2022-yilda asal mavsumida biz Xudo xolasa arlarimiz asallar yig'ishyapti. Inshaalloh sizlarga hozir asal yig'ish jarayonini, asallarlarni ishlayotgan jarayonini sizlarga ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu tepasidagi ovqat idishi ular Xudo xolasa yangi uyga tortishga tayyorgarlik qilishyapti. Xudo xolasa inshaalloh tayyor asalda yashayotgandir. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Asallar yoshibdi, asallar pechatlashibdi. Bismillahirrohmanirrohim. Juda og'ir. Og'amiz mana asallar yig'ib to'ldirgan, pechatlayapti. Bu yog'ini ham sizlarga ko'rsatamiz. Bu yog'ini pechatlab bo'lgan. Yo bismillah. Uni og'irligi salkam 8 kilo chiqadi. Bunisi ikkinchi romkasi, ikkinchi uyasi. Bu ham shu bola ham bor ekan, bunda pechat ham qilgan. Hammasi da mana pechat qilgan. Ya bismillahirrahmanirrohim. Şu kellasini tiqib olibdi-yu mana bu yerda. Albatta olur. Kellasini tiqib olgan. Mana shu asal quydi hozir bu yerga. O'tdi mana kallalarni tiqib olib mana asal quyishyapti. Odamlar ko'p asallari ahliyati asal deyishadi. Yo'q, bu noto'g'ri gap. Mana asallari halol pokiza jonzot. Alloh halol pokiza qilib yaratib qo'ygan. Og'zida olib kelib mana teshigiga quyapti. Teshigiga quyib buni qilib pechatlaydi. Ya bismillahirrohmanirrohim. Keyingisi ham mana bu ham pechatlaydi. Undan keyingisi ham pechatlaydi. Xudo xolasa ahallarimiz yaxshi. Xalqimizga yangi shifobaxsh asallar yetkazib berishdi. Belimizni qamishdan baylab mehnatdamiz.
Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.